Aziz kitobxon, men sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan ushbu kitob Zamira Ro'ziyevaning Gavhar yangliq go'shalar kitobidir. Gavhar yangliq go'shalar bu qo'sha qarigan, nuroniysi bor maskanlardir. Bu maskanlarda fayz bor, baraka bor. Bu maskanlarda savobning qadri baland, duoning sehri kuchli. Bu maskanlarda yaxshiliklar yashillanib barg yozadi, gul ochadi. Bu maskanlarda ko'ngil tozaligi, iymon va e'tiqod butunligi nurlanib turadi. Bu maskan egalarining xotiralari dolg'ali, kechgan umrlari ibratlidir. Ushbu to'plamga o'shanday maskanlarda hayotning turfa ko'rinishlaridagi past-u balandliklari, og'ir va yengil mashaqqatlarini yengib o'tishda mehr-muhabbatlari charxlanib, sayqal topib, umrgizonlik qilgan, elning koriga yarab, izzat topgan, farog'at davriga yuzi yorug'lik ila yetgan yurtimizning piru badavlat nuroniy bobolari, buvilari haqida hayratlar, hayajonlar, ilhom bergan bitiklar jamlandi. O'qing, havas qilasiz, ko'nglingizga yaxshilik istaklar yog'iladi. Gavhar yangliq go'shalar piru badavlat nuroniy otaxon va onaxonlar bosh bo'lgan, ularning mehnati, sabr qanoatidan bunyod bo'lgan, hayotning barcha qiyinchiliklarini, sinovlarini yengib, ikki mumtoz inson qurgan baxt va mehr qo'rg'onlaridir. Kitobni varaqlar ekansiz, mamlakatimizning turli manzillarida umrgizonlik qilayotgan, 50-60 yil birga yashab, oila qo'rg'onini bunyod etgan, o'g'il qizlarini el yurt xizmatiga kamarbasta qilib tarbiyalagan, endilikda 75-80 yoshida ham tinim bilmay nevara-chevaralarini qo'lidan tutib, ilm va urfonga, kasb-hunarga yo'llab turgan piru badavlatlarimiz, tabarruk otaxon va onaxonlarimizning ibratli hayot yo'li, o'y-fikrlari, oilani asrash borasidagi saboqlari bilan tanishasiz. Bu tabarruk qahramonlarimizning har biri haqida taniqli shoira va publitsist Zamira Ro'ziyevaning zahmatli mehnatlari bilan yozilgan maqolalar Nuroniy gazetasining Qo'sha qarish saodati ruknida chop etilgan. Zero dunyodagi globallashuv jarayonlarining jadallashayotgan oilani asrash, mustahkamlash va oilaviy qadriyatlarni himoya qilinishni ham kun tartibiga qo'ymoqda. Gavhar yangliq go'shalar kitobining har bir qahramonini oila ilmining akademiklari deyish mumkin. Ular o'zlarining baxt qo'rg'onlarini bunyod etish bilan birga o'z mahallalari, hududlardagi oilalarning tinchlik osoyishtaligini asrash, ularning ahilligi va totuvligini ta'minlash yo'lida jonkuyarlik bilan mehnat qilayotgan fidoyi nuroniylardir. Bu kitobga Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan 2 nafar tabarruk qahramonlarimizning nomlari kiritilgani ham biz oltiariqliklarda faxr va iftixor tuyg'usini uyg'otadi. Shu sababli ham bu kitobni albatta o'qishimiz zarur.